Assalomu alaykum, hurmatli tibbiyot talabalari. Bugun mikrobiologiya fanidan kuydirgi kasalligi diagnostikasi va o'ta yuqumli xavfli kasalliklar to'g'risida qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni ulashga harakat qilaman. Xo'p, o'ta yuqumli xavfli kasalliklar. Bularga karantin infeksiyalari kiritiladi, ya'ni aynan karantin qo'llashga sabab bo'ladigan infeksion kasalliklarga kiritiladi aynan o'ta yuqumli xavfli kasalliklar. Bu kasalliklar agar ma'lum bir davlatda aniqlansa, o'sha hududda karantin e'lon qilinadi hamda bu karantin qoidalarini qattiq rioya qilish, bemorlarni ushbu infeksiya bilan chalingan bemorlarni harakatini cheklash uchun kerak bo'lsa harbiy kuchlar ham yo'naltiriladi. Hamda sanitariya qoidalari xalqaro sanitariya shartnomalariga muvofiq amalga oshiriladi bunda. Xo'p, o'ta yuqumli xavfli kasalliklarga kiradi aynan o'latning o'pka shakli, vabo, chinchechak, polimiyelit, sariq isitma, ebola hamda grippning yangi podtip shakli, o'tkir respirator sindrom kasalliklari kiritiladi. Xalqaro miqyosda nazorat qilinadiganlari bularning ichida aynan o'latni o'pka shakli, vabo, polimiyelit ham, tif va tifni qaytalanuvchi shakli xalqaro miqyosda nazorat qilinadi. Mahalliy, lokal tarzda nazorat qilinuvchi turlari bu aynan o'ta yuqumli xavfli kasalliklarni shunday mamlakat miqyosida nazorat qilinadi. Mahalliy, lokal bu aynan kuydirgi kasalligi, AIDS ya'ni SPID va o'z navbatida qoramollarda ham uchrovchi, hayvonlarda uchrovchi bruselyoz, botulizm, riketsilyoz kasalliklari. Bular mahalliy miqyosda nazorat qilinishi shart bo'lgan infeksion o'ta yuqumli xavfli kasalliklar hisoblanadi. Xo'p, endi kuydirgi misolida o'ta yuqumli xavfli kasalliklarni diagnostikasi. Xo'p, kuydirgi kasalligini qo'zg'atuvchisi bu batillatsiya oilasiga kiradi. Avlodi hisoblanadi Bacillum. Aynan Bacillum anthracis bu kuydirgi kasalligini qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Hamda gospitali infeksion xavfli kasallik aynan pnevmoniya, septisemiya hamda endokarditga sabab bo'ladi bu kasallik. Va aynan boshqa formalari ham mavjud. Bu avlodga mansub Bacillum avlodiga aynan subtilis, megatherium, horeus hamda alvei kabi turlari bor. Bular nopatogen turlar, hayvonlarda kasallik keltirishi mumkin, lekin odamda aynan antratis patogen hisoblanadi, kuydirgini qo'zg'atuvchisi. Qolgan turlari odamda, misol uchun megatherium, subtilis alvei, bu horeus odamda patogen emas. Lekin bu patogen va nopatogen turi juda ham morfologiyasi bir-biriga o'xshash, ya'ni tuzilishi, tashqi tuzilishi. Ya'ni hammasi to'ri tayoqcha shaklida, gram musbat bo'ladi, ayrim sharoitda spora hosil qiladi, kapsulaga ega. Aynan mana shu spora kapsula hosil qilishining hisobiga suvda hamda tuproqda 10 yillab davomida saqlanishi mumkin bemalol. Xo'p, diagnostikumi asosan bakteriologik, bakterioskopik, serologik, biosinama usuli mavjud hamda teri allergik reaksiyasi mavjud hamda termoperisipatsiya reaksiyasi vositasida diagnoz qo'yish mumkin tezkor. Xo'p, bakterioskopik tekshiruv. Bakterioskopik tekshiruvda aynan Nikiforova aralashmasida 20 daqiqa mobaynida qoldiriladi qotirish uchun. Undan keyin gram usulda bo'yaladi. Gram usulda bo'yalganda gram musbat bo'yaladi. Endi uni kapsulasini aniqlash kerak. Endi Burri Gins usulida bo'yaladi. Hamda kapsulasida endi bir nechta Bacillum anthracis bitta kapsulaga o'raladi. Ya'ni bir nechta tayoqcha bitta kapsulaga o'ralgan bo'lishi mumkin. Yana bakterioskopik tekshiruvda immunofluoressensiya usuli mavjud. Bunda aynan kuydirgiga qarshi antitelalar yuboriladi hamda fluoroxrom bilan bo'yalganda lyuminescent mikroskopi orqali kuzatganimizda sarg'ish, yashil rangli tayoqchalar ko'rinadi. Bu birlamchi diagnoz qo'yish uchun juda ham muhim aynan bakterioskopik tekshiruv. Xo'p, bakteriologik tekshiruv. Bakteriologik tekshiruv 4 bosqichda boradi. Birinchi bosqich, ya'ni birinchi kunda boyitilgan ozuqa muhitida go'sht peptolli agar, go'sht peptolli bulyon, qon zardobli agarga
37 gradusda 18-20 daqiqa soatda 18-20 soatda aynan termostatda saqlaymiz. Birinchi kun ketadi shu bilan. Ikkinchi kunda har bir muhitga o'ziga xos ekmalar xususiyat hosil qiladi. Aynan go'sht peptolli agarda meduzani boshiga, sherni yo'liga o'xshash shtammli koloniyalar hosil qiladi, yuqori virulentlikka ega bo'lgan shakllari. S shtammli koloniya ham hosil qilishi mumkin. Ikkinchi kunda bu ekmalarni nazorat qilamiz, aynan 18-20 soatdan keyin olib. Xo'p. Go'sht peptoli bulyonda parcha-parcha cho'kmalar hosil qiladi. Qon zardobli agarda bo'lsa, o'ziga xos xususiyati bular endi gemoliz halqasi hosil qilmaydi. Ya'ni gemolizga uchratmaydi qonni koloniyasi. Xo'p. Ajratib oldik ikkinchi kunda. Endi buni ko'paytirish kerak, ya'ni sof kulturasini olish kerak, aynan o'sha mikrobni. Buning uchun qiyalatilgan go'sht peptolli agarga ekish mumkin, yokida maxsus tezkor usul mavjud. Marvarid shodasi tezkor diagnostik usulda ko'paytirib olishimiz mumkin. Buning uchun Hottenberg bulyoniga 30% inaktivatsiya qilingan o'tni zardobi qo'shiladi hamda har bir milli suv uchun 0.5 dan penitsilin qo'shiladi. Hamda probirkalar olinadi. Bir nechta probirka u xodimni o'zini faoliyatiga bog'liq. Demak, 3 millidan quyib chiqiladi probirkalar. Misol uchun 4-5 ta probirkaga 3 millidan quyilib chiqadi. Undan keyin aynan tekshirilayotgan material, ya'ni tekshiriluvchi materialdan go'sht peptoli bulyonda misol uchun qonni ekan bo'lishimiz mumkin, aynan balg'amni yokida teridan olingan to'qimani, ya'ni biopsiya natijasi olingan to'qimani ekish mumkin. Shu vaziyatga qarab o'sha o'sgan eritmasidan 2 tomchidan, misol uchun go'sht peptoli bulyondan 3 milli tayyorlagan bulyonimizga 2 tomchidan quyib chiqiladi probirkalarga. Hamda 3 soatga 37 gradusda qoldiriladi. 3 soatdan keyin termostatdan olamiz. Endi surtma tayyorlanadi. Quritilib, havoda qoldirilib surtma tayyorlanadi. Hamda kornua eritmasida aralashtiriladi. Endi korna eritmasining tarkibi 6 qismi etil spirtdan, 1 qism uksus, 3 qism fluoroxromdan tashkil topgan va mikroskopda ko'rganimizda endi marvarid shodasidek ko'rinadi. Aynan Bacillus anthracis ham deyiladi, anthracis. Marvarid shodasidek ko'rinadi. Bunda patogen hamda nopatogen turini ajratib olishimiz uchun muhim. Xo'p, 3-bosqichda endi identifikatsiya qilamiz, antibiotika sezgirligi, uni tinktorial xususiyatini o'rganib chiqamiz. 4-bosqichda javob xulosasi yoziladi. Aynan. Xo'p, biosunama oq sichqonlarda, dengiz cho'chqachasi hamda quyonlarda o'tkaziladi. Buning uchun aynan tekshirilayotgan materialni o'sgan kulturasidan aynan oq sichqonga bo'lsa 0.1-0.2 milli yuboriladi. Dengiz cho'chqalari hamda quyonlarga sal ko'proq 0.3-0.4 milli yuboriladi. Sichqonni orqa miyasiga yuboriladi. Dengiz cho'chqasi bilan quyonni qorin bo'shlig'iga yuboriladi. 2-4 kunda o'ladi aynan. Bunda o'lsa, demak, biosinama musbat natija berib, olgan namunada shu patogen turi mavjud kuydirgan deb xulosa beriladi. Xo'p, teri allergik reaksiyasi. Teri allergik reaksiyada bunda bilak sohasini terisini ichiga 0.1 milli antroksin yuboriladi. Bunda aynan antroksin yuborilganda 24 soatdan keyin o'sha sohada, ya'ni bilakning ichki sohasida qizarish, infiltrat hosil bo'lsa, bunda musbat natija, ya'ni kuydirgini aynan shakllari bor qonda deb xulosa beriladi. O'zi kuydirgi etiologiyasi qanday kechadi? Yuqori harorat aynan kuydirgiday, ya'ni to'qima xuddi kuygandek og'riq bermaydi, ya'ni qoramtir, yara hosil bo'ladi.
og'riq sezmaydi o'sha yara hosil bo'lgan joyda bemor. Uni og'iz halqum turi aynan o'pka turi ham uchraydi. Eng og'ir shakli o'pka shakli. Oshqozon ichak shakli uchraydi. Oshqozon ichak shaklida tinimsiz qon aralash ich ketish, qorin sohasida kuchli og'riq kuzatiladi. Aynan davosi antibiotiklar vositasida rifampitsin bilan unda ana shu bakteriyadagi transkripsiya jarayonlarini to'xtatishimiz mumkin yoki doksiributsin, actinomycin D shunday antibiotiklar vositasida. Hamda aynan kuydirgiga qarshi zardob yuboriladi aynan. E'tiboringiz uchun rahmat.